Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Demak, biz operatsiyamizni davom etamiz. Hozirgi paytda bizda patsientkamiz Chirchiqdan murojaat qildilar. Demak, patsientkamizga yuqori qovoqlar blefroplastik amaliyoti klassический tip qilamiz. Ko'rib turganingizdek, ko'zlarda juda ham ko'p teri osilishlari bor. Uni ko'rib turganingizdek, teri osilishlarini hammasini bartaraf qilib, tashqi burchaklarni ko'tarib berib, chiroyli ingichkagina shof yaratib beramiz. Agar bizning natijamiz sizlarga qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Siz bilan doktor Sulaymanova. Aziz obunachilar, biz operatsiyamizni tugatib oldik. Ko'rishingiz mumkin, bemorimizga yuqori qovoqlar blefroplastik amaliyotini klassический tip qildik. Ko'rib turganingizdek, juda ham ko'p miqdorda teri osilishlar bor edi. Hammasini bartaraf qilib, tashqi burchaklarni ko'rib turganingizdek tepaga ko'tarib, bir xil kosmetik choklar yaratib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Bemorimizga tepaga qarang. Bemorimiz avvalda podvodka, teng surtib bilmagandilar, chunki juda ham ko'p miqdorda teri osilishlar bor edi. Endilikda bemalol chiroyli qilib krasiya qilsalar bo'ladi. Bizning natijamizni baholang. Agar sizlarga ham shunaqa chiroyli natijalar kerak bo'lsa, Renessans klinikasiga doktor Sulaymonovaga murojaat qilsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat.